Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu mana Gazek degan o'zimizning milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu qo'limda naqd 10 ming dollar bitta pochka. Mana shu 10 ming dollarni Gazek semishkasining 200 grammligiga mana 10 ming dollarni 20 dollarga qilaman deb ichiga sovoraman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz 20 dollar chiqadi. Qale. Yo'qma-yo'q. Rais bu kim semishkasida 20 dollar chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazek.uz ga savdo tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazek mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, gazek.uz ga savdo tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlasin. Rais bu asfalt qalay, asfalt. Vo ayolarim nima qilyapti? Mehnat qildik, mehnat. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallaning chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'rab pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku, Ye, shallaqigina.